Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya va qishloq xo'jaligi mahsulotlari texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Toshmirov Sirojiddin. Bugungi fanimiz zoologiya fanidan suvda hamda quruqda yashovchilar sinfi mavzusida gaplashamiz. Demak, quyidagi rejalar: suvda hamda quruqda yashovchilar sinfiga umumiy tavsif, suvda hamda quruqda yashovchilar tashqi va ichki tuzilishi, suvda hamda quruqda yashovchilar xilma-xilligi, suvda hamda quruqda yashovchilarning kelib chiqishi. Demak, biz suvda hamda quruqda yashovchilar sinfining sistematikasini tanishib chiqadigan bo'lsak, bu sinf ikkita ikkinchi sinfga bo'linadi. Yupqa umurtqalar ikkinchi sinfi va yoy umurtqalar ikkinchi sinfi. Demak, yupqa umurtqalar ikkinchi sinfining o'zi ikkita turkumga bo'linadi. Dumlilar, oyoqsizlar turkumi. Yoy umurtqalar ikkinchi sinfi dumsizlar turkumiga bo'linadi. Dumlilar turkumi 3 ta ikkinchi turkumga bo'linadi. Yashirin javrarlar ikkinchi turkumi, ambistomalar ikkinchi turkumi, protilar ikkinchi turkumi. Yashirin javrarlar ikkinchi turkumi ikkita oilaga, yashirin javrarlar oilasi va burchak tishlar oilasiga bo'linadi. Oyoqsizlar turkumi salamandalar ikkinchi turkumga bo'linadi. Salamandalar ikkinchi turkum 3 ta oilaga bo'linadi. Haqiqiy salamandra oilasi, o'pkasiz salamandralar oilasi, amfibiyomalar oilasiga bo'linadi. Dumsizlar turkumi esa 5 ta ikkinchi turkumga bo'linadi. Ambisolalar ikkinchi turkumi, opistasolalar ikkinchi turkumi, animisolalar ikkinchi turkumi, prosilalar ikkinchi turkumi, diplaziosalar ikkinchi turkumlarga bo'linadi. Demak, bu yerda ham bir qancha ikkinchi turkumlarni oilalarga bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, opistasolalar ikkinchi turkumi yumaloq tillilar va pipalar oilasiga, presiolalar ikkinchi turkumi qurbaqalar va kvashkalar oilasiga, diplaziosalar ikkinchi turkumi haqiqiy baqalar, torg'izlar va polipidalar oilasiga bo'linishi mumkin. Demak, amfibiya yunoncha amfibios ikki xil hayotda yashovchi ma'nosini anglatadi. Suvda hamda quruqda yashovchilarning sinfining vakillari birinchi marta suvdan quruqlikka chiqqan umurtqali hayvonlar bo'lsa-da, hali ular suv muhiti bilan aloqasini saqlab qolgan. Quruqlikda yashashga o'tishi bilan suvda hamda quruqda yashovchilarning tuzilishi baliqlarga nisbatan takomillashgan, xususan skeletining tayanch vazifasini bajarishga o'tishi bilan uzun naysimon suyaklar paydo bo'lishi oyoqlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Umurtqalar ikkinchi tipining barcha sinflaridan suvda hamda quruqda yashovchilar sinfi yer yuzining ma'lum bir hududlarida tarqalgan. Ular chuchuk suv havzalarining chetki qismlarida yashaydi. Dengiz va okeanlarda hamda orollarda deyarli uchramaydi. Chuchuk suv havzalarida uchraydi. Demak, suvda hamda quruqda yashovchilarning gavda shakli unchalik xilma-xil emas. Ayrimlarning tanasi yapaloq, yelka, qorin tomonga yaslangan, dumi yo'q, keyingi oyoqlari oldingi oyoqqa nisbatan uzun va kuchli. Boshqa vakillarning gavdasi cho'ziq, boshi nisbatan katta, dumi uzun, oyoqlari kalta va keng. Dumlilar turkumi, ya'ni ayrim turlari borki, ularning oyoqlari yo'q. Gavdasi chuvalchangsimon. Oyoqsizlar turkumi bo'ladi. Boshi tanasiga harakatchan birikadi. Quyida amfibiyalarning tashqi ko'rinishi va teri qoplami vaqti misolida berilgan. Demak, mana rasmda ham ko'rib turibmiz. Skeleti. Suvda hamda quruqda yashovchilar sinfining tipik vakili baqaning skeleti quruqda yashovchi umurtqalarga xos bir qancha progressiv belgilarga ega. Xususan, oyoqlarning tipik bosh 5 barmoq tipida tuzilganligi, kamar va oyoq skeletining 3 ta gamadianam elementlardan shakllanganligi, chanoq kamarning o'q skelet bilan bog'liq bo'lishi, bosh skeletining ausilia tipida tuzilganligi, kvadrat tanglayning bosh skeletiga qo'shilib ketganligi, tilos yoyining boshqa elementlarga aylanganligi, jabri qobiqlarning butunlay yoylarni esa qisman reduksiyalangan va nihoyat umurtqa pog'onasi bir necha bo'limlarga ajralgan ularning progressiv belgilaridir. Baqasimonlar oilasi. Baqalar dumsiz, suvda hamda quruqda yashovchilar oilasi. Tanasining uzunligi 3 cm dan 20 cm gacha, ba'zan 32 cm gacha. Tishlari yuqori jag'larida joylashgan, tanasi ixcham, orqa oyoqlari nisbatan uzun va sakrovchi. Demak, baqasimonlar oilasiga oddiy suv baqa ko'rinishida mana rasmni ham ko'rib turibmiz. Baqasimonlar 46 ta urug', 555 tur ma'lum
Janubiy Amerika, Janubiy Avstraliya va Yangi Zelandiya tashqi yer yuzining hamma qit'alarida keng tarqalgan. Evolyutsiya jarayonida sodir bo'lgan adaptiv gradatsiya tufayli bu oila bir necha filogenetik guruhlarga 8 ta kenja oilaga bo'lingan. Ularning asosiylari 200 turni, shu jumladan uzunligi 38 sm, og'irligi 3,5 kg keladigan Goliath baqasini va ho'kiz baqasi o'z ichiga oladi. Asl baqalarning orqa oyoqlari barmoqlarining orasi pardasi, tillarining orqasi erkin uchta ayrisi bo'ladi. O'ljasini ushlayotgan baqalar tilining orqa tomonini otadi. Asl baqalar yashil hovuz baqasi, o'tkir tumshuq baqa va Yevropaning sharq qismida uchraydi. Demak, ko'pchilik baqalar ko'payish davrida har xil ovoz chiqarib sayraydi. Baqalar ovozi har bir tur va jinida o'ziga xos bo'ladi. Ayrim baqalar ko'pchilik mamlakatlarda pishirib iste'mol qilinadi. Ayrim baqalar laboratoriya tekshirishlari uchun asosiy obyekt hisoblanadi. Shimoliy Amerikada uchraydigan leopard baqasi xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Salamander-simonlar oilasi. Salamander-simonlar dumlari suvda va quruqda yashovchilar oilasi. Ularning uzunligi 28 cm, tishlari ustki va ostki jag'larida joylashgan. Qirg'ovlari rivojlangan, oyog'iga yetgan davrda o'pkasi bor. 45 tur Yevropa, Shimoliy Afrika, Shimoliy Amerikada tarqalgan haqiqiy salamander dumlari kiradi. Demak, biz suvda hamda quruqda uchrashlarning farqlari bilan tanishishimiz mumkin. Dumsizlar va oyoqsizlar tuxumining o'xshash tomonlari, xususiyatlari. Amfibiyalar sinfiga mosligi. Ikkala guruh ham sovuqqonli, ikkita hayotlayan suvda hamda quruqda yashovchi umurtqali hayvonlardir. Teri orqali nafas olish, ikkalasi ham teri orqali gaz almashinuvi bo'ladi. Terilari ishlamish quvvatdan bo'ladi. Ko'payishi. Ko'pchilik turlari ham tuxum qo'yish yo'li bilan suvda rivojlangan lichinga mavjud. Yurak suzishi. Ikkalasida ham 3 bo'lmali yurak, 2 ta bo'lmacha va bitta qorinjadan iborat. Bosh miyasi rivojlangan, oldingi miyasi nisbatan yaxshi rivojlangan. Dumsizlar va oyoqsizlar turkum vakillarining farqli tomonlari. Demak, tashqi ko'rinish dumsizlarda kalta, keng, tanasi sakrashga moslashgan uzun orqa oyoqlari. Oyoqsizlarda ilonga o'xshash halqali oyoqsiz tana. Oyoqlar dumsizlarda 4 oyoqli, orqa oyoqlar kuchli rivojlangan, oyoqsizlarda umumiy oyoqlar yo'q. Harakatlanish usuli dumsizlarda sakrab yoki suzib harakatlanadi. Oyoqsizlarda yerni kavlab yoki ilon kabi ustilab harakatlanadi. Ko'z va quloq. Ko'zlari va eshitish organlari yaxshi rivojlangan, nog'ora parda mavjud. Ko'zlari rudimentar, nog'ora parda va o'rta quloq yo'q. Umurtqa turi brasial tipdagi umurtqalar. Oyoqsizlarda amfisial tipda umurtqalar. Qovurg'alar ko'pchiliklarda yo'q. Bunda oyoqsizlarda kalta chin qovurg'alar bor. Skeleti, ya'ni ixtisoslashuvi. Bilak, tirsak, boldir suyaklari qo'shilgan, sakrashga moslashgan, oyoqlari yo'q. Skeleti va yer kavlashga moslashgan oyoqsizlarda. Tarqalishi. Antarktidadan tashqari hamma qit'alarda tarqaladi dumsizlar. Oyoqsizlar asosan tropik mintaqalarda yer ostida yashaydi. Kopulativ organ aksariyatlarda yo'q. Tashqi urlantirish dumsizlarda. Oyoqsizlar erkaklarda kopulativ organlar mavjud. Hayot tarzi. Dumsizlar suvda hamda quruqda faol harakat qiladi. Oyoqsizlar asosan yer ostida yashaydi. Ko'rish va eshitish qobiliyati zaif. Demak, amfibiyalar kenja turkum vakillari. Dumsizlar turkum orasi eng primitiv bo'lib, umurtqalar amfisil tipda tuzilgan umurtqalari, uncha uzun bo'lmagan qovurg'alari bor va dum muskullarining rivojlanishi saqlangan. Bu kenja turkumga bitta silliq oyoq